Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahrining yuragi bo'lgan Kriterini Kriti chorrahasidagi yo'l yoqasidan birinchi radda joylashgan 7 qavatli elitli liftli uyning 5-qavatda 3 xonalik uyimizni ko'rib chiqamiz. Ushbu 3 xonalik uyimiz 80 kvadrat metrni tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Eshikdan kirish qismi eshikdan kirish qismi kattagina kengina bo'lib, u yoqdagi to'liq laminatlangan gilamlar to'shalgan. Bu yerda elita pardalar qilingan. Hamda mehmonxona, bu yerda yotoqxona, bolajonlar yotoqxonasi, oshxona, sanuzuq xonalari alohida. Uyimizni mehmonxonadan ko'rishni boshlaymiz. Mehmonxonamiz ko'rib turganingizdek, ikkita derazasi mavjud, Aquaplast deraza romlari, ikkita radiator, elita pardalar qilingan. Bu yerda xon taxta, oyoqdagidek gilamlar to'shalgan. Natijnoy potologimiz ham yaxshidan qo'yilgan. Samsung brendining televizor hamda Shivaki brendining konditsioner ham bor. Eshiklarimiz zakaznoy MDF eshiklar. Yotoqxonamizni ko'rib o'tamiz. Yotoqxonamizda bir kishilik divan qo'yilgan hamda kattagina shkaf ham mavjud. Abo'ylari pat attachento tanlangan spalnimiz abo'yi. Endilikda bolajonlarimiz yotoqxonasini ko'rib o'tamiz. Bolajonlar yotoqxonamizda ham xuddi shunday bir kishilik bu yerda divan hamda kattagina shkaf ham mavjud. Patologlarga e'tibor bersangiz, naqshinkor dekoratsiya ishlari olib borilgan. Endilikda oshxonamizni ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz ham sifatli mebellar bilan jihozlangan. Gaz plitasi, vытяжка, Hoffman brendi duxovka. Bu yerda duxkonturni isitish tizimi, radiatorlar qo'yilgan hamda muzlatgich Hoffman brendidan, rakvina hamda kir yuvish mashinkasi LG brendidan qo'yilgan. Eng asosiysi, sanuzuq xonalari alohida. Yuvinish xonasi tepadan pastgacha kafeltelgan vanna, rakvina mavjud. Bu yer esa hojatxona, unitaz qo'yilgan.